Asal hududi O'zgazoyning orqasidan Gammametni qarama-qarshisida mana shu 5 qavatlik novostroykamizdan bitta 4 xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Общий ploshchadi 113 kvadrat bo'lyapti. Pod'ezd qismlarini qarang, bunday kattagina shohroqki 5 qavatlik novostroykamiz 5-qavati. Bu mansabda emas, полноценный kvartira. Kirganimizda katta koridorimiz bo'lyapti, skvoznoy planirovka. Xonalari alohida. Mana bu yerda birinchi xonasi. Remonti yo'q desa ham bo'ladi. Bitta olib, asosiyat qilib yashasangiz ham bo'ladi yoki olib, polni qaytadan ta'mirlasangiz ham bo'ladi. Narxi juda ham arzon. Mana bu yerda ikkinchi yotoqxonasi. Sanuzullari раздельный. Перепланировка qilsa chiroyli uycha bo'ladi. Mana bu yerda alohida hojatxona. Kimda mantiqa arzon uy olib, o'zimni dimga mos qilib remont qilaman deganlar uchun juda ham zo'r variant. Mana bu yerda yana bitta yotoqxonasi. 3-xonasi va bu yerda 4-xonasi mehmonxonasi. Ikkita deraza tushgan. Skvoznoy planirovka. Bunaqa skvoznoy planirovkalar juda ham kamdan kam chiqadi. Samarqand shahar vokzal hududi O'zgazoyning orqasida Gammametni ro'parasida bo'lyapti. 4 xonali 5-qavatda. Narxi atigi 78 ming $. Shoshilib qolinglar. Bunaqa narx juda ham kamdan kam chiqadi. Arzon olib, o'zingiz uchun chiroyli ta'mirlab yashasangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like va podpiska bosishdan chiqmasin.